Nimaga yig'layapsiz? Tanizmi? Qaynota mulohada uy berdi-da. Siz ishga yo'q bo'ldingizmi? Husanjon, men ko'z yoshlaringizga tushunmayapman. Shu yetim degan paytda solmadingizmi aylantirib? Kechirasiz-ku? Soladi-ya. Militsiyaga Nima beradi. haqqi bor shunaqa Ana deyishga? militsiyaga beradi. Muhabbat. Ben shapa turdim. Ana. Ben shapa tursam ertasigini militsiyaga olib chiqib beryapti. Siz aytmadingizmi nima haqqi bor mana erkak kishini mana haqorat qilishga deb? Uka? Endi shunga urishing shartmi deb bir shapa turib urasanmi? Ya, mani xotinim yetim deb erkak kishi chiqib yig'lab tursa, men shaxsan bu narsani ko'tara olmayapman. Men ham ko'tara olmayapman, Nima degan gap bu? Lekin siz hozir urmasdan bitta shapalog'iga militsiya kelibdi. Kesin erkak kishi bunaqa har yig'lab o'tirishi man Yig'lamasin umuman. Yig'lamang. Qattiq qora bo'ling. Omin opa, o'rgating nima deyish kerak? Bitta uring de, men erkakman de. Yo'q, albatta, hech qachon. Ana bo'lsin ustoz. Ustoz bo'tda bor. Yana boradi xotin urgani militsiyaga bor. Ya urmaydi. Uka, menga qara. Bor gapni erkakchizga dangal gapir. Tamam. Yosh qilmasan, erkak kishisan, uyat bo'ladi. Ya. Birinchidan. Albatta. Men ko'nglim bo'shatib yuborsang, hozir kelamiz baravar. Uylanadigan qiz oldida yig'lamang. Sizga bitta ayollarni hech kimga aytmaydigan bitta sirni aytaymi? Ayollar yig'loq erkaklarni yoqtirishmaydi. Yoqtirishmaydi.